Assalomu alaykum Chorva Baraka kanal obunachilari, YouTube kuzatuvchilari. Mana bugun sizlarga sotiladigan bo'g'oz xunajillarni, zotdorlarini ko'rsatamiz. Hafta kuniga payshanba 2025-yil 11-dekabr. Andijon viloyati Marhamat tumani Dehqonoboddan bo'ladi. Sobir akalarning xonadonidan. Videolarimiz yoqayotgan bo'lsa bittadan like bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lishni esdan chiqarmaysizlar. Jigarlar. Bugungi videomiz ikkinchi qismi o'ta kuchlilaridan bo'ladi, ozgina sozgina. Qani unda videomizni boshladik. Sobir aka, keling. Sobir aka, yomonlarini yig'ibsiz ikkinchi qismga. İkinci kısım o'zi Bambarbiya degan joyi. Jahongir ne narsada. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hozir bitta molimiz bo'kilyapti, odam qo'yib qo'yadi. Bo'kilganda. Prosta tak boladan ajragani. Hamma qilmasligi uchun. Ashay kirgan qilsa. Boshlardingmi? To'g'ri o'ylamaylar. Mana metr, mana. O'na. Mana. Menga qarang. O'na oxir tepasida. Ha, bu endi taqilib. Mana shu mol yomon kuchli ekan, bu turugiga bitta ishq yozib qo'ying. Jigarlar holatiga gap yo'q. Bo'ldi. Sababi. Jahongir men qarasam og'ziga kimligini ko'rsatmay, qarasam og'ziga qarab turibdi. Shipirgina shu. Bo'ldi, bo'kirsa bo'kiraversin. Men ko'rib, narkotikalik yo'qda. Tak. Jahongir 7 oyli bu. Ana bo'lmasa. Bitta ko'rsatib oling. Mollarda, videoni oxirigacha qaranglar, yelning holatlari. Like bossin. Bu nargilardan bitta ko'rsatib oling. Mana shunga yomon. Mana o'si ham videoni oxirigacha Schmidt Greenford degani ham bor. Bugun 4 xil ekanda hammasi. Greenford, Schmidt, hali o'zimizni nimadan mana u endi bu boshqa narsa ekan. Voy katta. Jahongir. Ho. 7 oylik bo'g'oz. Nech pul? Endi bu molni tushuntirib o'tmasak, bu qarang, turuvini. Bu haligi Shved sifat ekan. Nimaga 17 dan ham, 15 dan ham, 20 dan ham mol sotyapti. Hop. Bu najinda narxi yo'q bo'lar. Sababini ayting. Nima? Bu najin bebaho dema desa. To'g'risaligi bola anaqasiga kulib keladi. To'g'ri. Astag'firullah. Bu najinlar bebaho Jahongir. Siz ham kulingiz keladi. Men ham kulgim keladi. Shpirgini shovali. Qarasam. 7 oylik. 7 oylik. Yaqin bo'g'oz so'raganlar uchun. Birinchisiga oyoq qo'llari baquvvat. Sifatiga ham shu gap yo'q. O'zi yo'ldan mol qo'ysin. Molni qanchalik kuchliligini men aytmay o'zingiz baho bering. Mana jiganda turuvni ishga yozib qo'yasizlar. 7 oylik bo'g'oz 6 oyga olsin. Hop, nech pul? Mol kichkina mol emas. Bo'yini o'lcham bitta. Bo'yi qarang, bu oyoqlarda. Ekanda. Hibrid menimcha borim. Bu hali bo'zagan bo'lsa kerak, Sobir aka. 125. Hoppa. Nima dedingiz? 125. Jahongir, bu qarang. Tegyaptimi? Bo'lasi teng. Bo'lasi uje kattadan. Pulini nima deymiz? Jahongir maqaring. Olib keling. Xitoylariga gap yo'q ekan. Olib keling. Mana shu bola, bu yerimni qarang mana. Ajon. Mana shu xudo xolasa 35 millionlik mol bo'lmasa bor, bu moldan xafa bo'laman mana. Zapaskasi bor, eshiting, ser sut bo'ladi. Boy professionali molni tushiradigandan so'rab olsin mana. Mol qarang. Ayting bunga bitta chiroyli qilib. 30% g'unajlar mol olmaydiz Ha. Men bilasizmi? Mol bo'lganda shunaqa mol bo'ladigani bo'ladi, buzvoradi deyman. Ha. Xuddi o'sha variantidanmi? Ko'ryapsiz? Chap tomondan ham ushatyapti. Bebahonas. Tomon tanlamaydi. O'ng chap Xo'p, endi ko'p maqtamaylik. Zo'r xullas. Narxi 32 million kami bor desa. Ey. Hoy. Sekin. Hoji bobolar. Alo. Endi qarang. Narxi Chorva Barakada taxmin qiling, kuchligini nech pul? Zo'rman degani. Nech pul? Ayting bitta yengil qilib. Siz taxmin qilib bo'lgan bo'lsangiz, meni narxim bilan to'g'ri keladimi? 22 million so'm kami bor. Dastavkasi vodiy bo'ylab ichadi. Zo'rmi narxi? Zo'r bo'ldi, xudo xolasa. Lekin bundan zo'rini Hoji aka men sizga topib bera olmayman.
22 million. Zo'ri shu. Kami dastavkasi ichida. Chiqmasin qarab tur. Bu taraflardan bitta Jahongir, turuvga turuvni qarang. ovoz o'qib qo'yasizlar degan. 22 million so'm. Holatiga gapir. Qatdan Keyingi topaman muomalamiz. bunaqalarni. Mana uni ko'ring mana, ha? Bu ham uzun. Mana oqishidan. Kattaligi katta. Jahongir oqishidan. Oyoq qo'lni qarang, boqmoqligini. Lekin Jahongir mana shu tek jonim, tek. Mana shu unaji gavdalari ham katta qarang. Suvali ekanda bu. Mo'g'li qarang. Bu zagonda yurib jonivor tashlanmoqda bu. Lekin meni qo'limga tushib qolsang bori shunaqa yuvoshtiramiz. 15 kunda yuvoshtirib qo'yaman. Nari tarafdan o'shanda. Ha, men noto'rishyapmanmi? Noto'g'ri ishlayapsiz. Jahongir Kallasiga gapiring, kalla holatini qarang. kuchliligi. Ke jonim. Buni borib bismillahir-rahmonir-rahim deb turib Jahongir. Mana shu tomondan kallasidan mana shu tomog'ini qashlaganingizda mana 5 minut vaqt. Bu oyoq qo'llari qarang, bu jonivorda. Ha, jonim. Jahongir sigir bo'lganda bular nomerading bo'ladi. Necha oylik bu? Bo'yini o'lchab qo'yamiz. Jahongir bu 3 oylik bo'g'oz. 3 oy. 3 oyga olaversin buni. Aha. Bo'yi 1.25 kilosida. Jahongir bu 1.27 chiqyapti. 1.27. 1.20. Holatiga gapir. Kuchlik, eshiting. Ayting. 20 million 500 ming so'm kami bor. Bunisi. Nimaga? Zo'r bo'ldi. Nimaga? 21 aytmoqchi edim. 500 ming so'mga yem pemiga kelsin. Bu Baxsin. Suvaligidan so'raganlar uchun 3 oylik. O kalla holatiga bitta ish qo'z o'qib qo'yasizlar. Suvaligidan. 20 million 500 ming kami dastavkasi ichida. Holati baholasa yaxshi. 3 oylik bo'g'ozi. Bo'yi 1.25 kilosiga. Rosa baqadigan joy. Mana shu molni bor Jahongir. Mana shu gavdasiga bor 50 kilo 60 kilo bor. Ha, unda вообще dahshat. Agar 50 kilo 60 kilo ves oladigan bo'lsa, liboy joyda 25 million degan mol bilan solishtiraveradi. Jo. Kecha pas xolos. Endi Shvetidan so'raganlar uchun toza qonligidan. Mana shu bitta rasm yo'q qo'ying. Ha, turishini qarang. Oldingizda Ha, tepadan tushirib qo'ying. Lekin mana bu narsa boshqa narsa. Qayerdan topaman bunaqa mollarni? Ha? Men qayerdan topaman? 3 oylik bo'lgan. Qayerdan topaman bunaqalar degan joyingizga qarang. Bitta aka bilan gaplashdim-da, Andijonlik. Qayerdan topaman degani Nodir akam bor-ku deb qo'yin degan joyidan. Kim u? Nodir aka. Nodir akam bor, o'sha odamlar olib kelyapti-da. Opaslik. Bo'ldi. Nodir akamga alangalik salom. Atrofidagilarga ham. 1.19, 1.20 pashti. Jahongir Ho, qayerdan topaman bunaqa mollarni? bu qaranglar turing. Yomon yarashdi. Bu turish ham bitta turing shu turishda. Ha, joni sog' bo'lsin. Jahongir, Ha? men duo qilaman. Aha. Mana shunaqa shvedlar ilon ko'payib ketsin deydi. To'ppa toza qonlilaridan, ha? Men bitta gap aytay. Ha, Haqiqatni aytib o'tib ketay. ayting. Men bir tomonlamasini aytaman. Savobga ishlayotgani. Men shu kanalda shu faoliyatni boshlaganimdan beri katta savobga ishlayapsiz deb menga bittasi aytdi. Nimaga? Siz dedi, Sobirjon dedi, katta savob ish qilyapsiz dedi. Men chekka chaqirdim. Nimaga aytdi? Mana shu yerda 2 oyligimi, 3 oyligimi, 1 oyligimi, 4 oyligimni olyapman. Jahongir og'ir haqiqat, achchiq haqiqat, og'ir gap. So'yilib ketyapti 3 oylik. Kechki bo'g'ozlarni. Men paydo bo'lib 1 oylik bo'lsa so'yma olib kel menga deyapti. Men Bo'g'oz esa bo'ldi. Bo'g'oz bo'lsa bo'ldi. Jigarlar hammasi so'yishdan oldin tekshir bo'g'ozsa egasi bor. Joninglar sog' bo'lsin. Sizlar menga beryapsizlar, men jigarlarga beryapman bunaqalar. Tushunamsiz? Men mana shu mollarni so'yilib ketishdan to'xtatyapsiz dedi menga. Xursand bo'lib ketdim men. Faxrlanib ketdim. Menga nima deydi, o'li bir medal taqqandek bo'lib ketdi. Xalq qahramoni deydi. Shunday bo'lib ketdi. Xalq qahramoni unvonini berdi-da. Meni o'ylab qarasam 2 oylik bo'lsa olib kelyapti. Bo'g'oz esa bo'ldi. Mana bo'g'oz bo'lsa bu. Bizni jigarlar
bir chekkadan qirib tashlaydi. U bo'g'oz bo'lsa bu. Sobirjon bo'g'oziga javob bering bo'ldi, olaveramiz. Mashlar so'yilishdan saqlab qolyapmiz. Necha oylik Lekin bo'g'oz? eng qizig'i, Ha. hammasini olyapman. Ha. Arzon berishmayapman. Bo'g'oz olaman degan uchun Jahongir, ko'tarilyapti-da. Jahongir, oldi qochdi qilmayman. O'lchadimi? Yo'q. 3 oylik bo'g'oz. O'lchamadi shekilli, o'lchadingizmi? 1.19. Qarang. Ha. 25 million, 26 million sotilyapti. Mhm. Ha? Menga partiyani ichida, katta partiyani ichida kelganligi uchun 22 million kami bor. Dastavkasi ham bor. Lekin aslida misol uchun mashina men buni sheriklari bor. Mhm. Agar men mashina oldi o'zini menga ber desa, menga 22 ga ham bermaydi. To'g'ri. Tushunasizmi? Bu zoti borda Javob bular. beraman 22 ga bermaydi. Men katta partiyani ichida kelgan. Men borini aytaman, birovdan qo'rqadigan joyim yo'q. Borini aytaman, haqiqatni aytaman. Pul uchun bir bola deb, o'zimdan ketib, bir bolalar deb, mano deydigan bola emasman. Pulim ham hamma yo'g'im, zaminim yaratib qo'yganman. Yashasam bo'ldi. Prosta tak hobbi aytaman, borini aytaman. Hali kimdir yolg'on gapiryaptimikin, aldayaptimikin deb unaqa narsa yo'q. Pul uchun men yolg'on gapiraman. Chunki ertaga o'laman men. Ertaga o'laman, indinga o'laman. Men qabrda o'zim yotaman. Borini aytaman, yo'g'ini ham aytaman. Ayting bunga. 3 oylik bo'g'oz. O'zini bo'lsa 22 ga jigar bermasdi deysiz. Ko'rib turibsiz. Mana men 22 million kami bor deb qo'ydim. Dastavkasi ham bor deng. Dastavkasi ham. Ana jigarlar Endi sizlarga qarang. qanaqasi kerakligini. Toza qonligidan so'raganlar uchun. Jahongir mol 100% deydi, toza mol. Endi qarang. Endi Greenford. Hallani qarang. Greenford o'sha Beli Galos nima deydi bularni? Jahongir hallani. Bir kun Ha? ko'pchilik 25.90. nimasi? Ha, qulog'idagi. Endi qarang, bu ham 3 oylik. O'zbekiston firmani. Buni bunday qilamiz. Qanday? Buni bunday qilamiz. Jahongir mana shu joyga bitta pauza qilib turing-da, ish qilamiz. Rahmat bolalar. Sog' bo'linglar deng. Shagit Endi bolalar. qarang. Ha, Eshiting. Endi shogirdlarga minnatdorchilik bildiramizda. Eshiting. ha, Anoni maqom oldim, ko'rsating. mana. Eshiting. Hmm. Mana Greenford bilan mana 20 million 500 mingdan 41 million kami bor. 41 million. Ha. Ha? 3 oydan bo'g'oz. Buni o'lchamadi, Jahongir. Buni o'lchamadi. Bu turun qani. Lekin mana shu mollarchi haligi novvos tug'ib bersa bor-ku. Bilasizmi nima bo'ladi? Ularda Bombardiyo bo'ladi. bolasini qo'yib yuborsangiz, baribir zot-da, Parodasi bor mollar. Bular go'shti bor-ku. Buni 15. Jahongir, ular bilasiz, pastdek bo'ladi, o'ta yo'g'on bo'ladi. Bolasini emizsangiz bor-ku, bo'shim dahshat bo'ladi. Buni qornidan tushgan novvosi ham Jup olaman 1300, deganlarga men 1400 atay surdim bu yoqqa. Ikkalasi 41 million so'm 3 oydan jupiga bo'ladi. kami bor. Ha? 41 million. Ket. Ikkalasi mash katta shvet bilan jup olaman degan jigarlar ko'p. Aha. Mana ikkalasini oladigan Shvet bo'lsa, bilan 44 million so'm, 22 Bunisi. million so'mdan kami bor. dastavkasi ham bor. Hammaga anaqasi ma'lumotlarni yetkazdirib berdim degan umiddaman. Aha. Agar qolgan gap so'zlar bo'lsa, telefonda yotib olib, yonboshdan olib gaplashaveramiz. Alloh xolos. Ayting manzilda. Meni bu yillik kunda ko'p anaqa qildinglar. Nariqa o'tib turinglar, iltimos. Shipirgilarni olib deb qo'ying. Shipirgasi men tushib ketyapti. Nima qilyapti? Kulgili voqeaga kulish kerak. Adres Andijon viloyati Marhamat. Jahongir adresimizni aytasiz. Andijon viloyati Marhamat tuman. Telefon nomerimiz 90lik 205 21 28. Menga kelib qoldi to'g'ri. Jigarlar, xudo xolasa aloqadamiz. Bo'ldi. Telegram, WhatsApp bor. Hammasi bor. Ishlayapti. Xudo xolasa. Sog' bo'ling.